Assalomu alaykum inkubator ishqibozlari. 100 talik inkubator Blitz normaga yaqinlashyapmiz. Modernizatsiyasi bo'yicha ancha takomillashgan. Bu yoqda avtodaliv, ichkarida lotokda suv bor. Suv kamayishi bilan uровень kamayib boradi va baklashga almashtiriladi. Inkubatorni ochish hojati yo'q. Bu yoqda relay времени avtomat переворотники M452 temperatura namlikni boshqaradi. Bu datchik tuxumni o'ziga qo'yilgan. Bu kameradagi temperaturani o'lchaydi, bu tuxumdagi temperaturani o'lchaydi. Bunda pogreshность 0,6 gradus. Hozir tuxumdagi temperatura 37,6, 0,6 ko'p ko'rsatadigan datchik tekshirilgan. Bu yoqda namlik o'lchab turiladi. Kameradagi namlik temperaturasi 37,7. Bu yoqda ham 37,7, namlik 56,4. Bu inkubator yoqadi. Bu inkubatorda avtomatik переворот yoqadi. Bu lotokda u yoqqa chapga o'ngga, chap tarafga o'ng tarafga aylantirish. O'rtada tursa o'chiq holati. 4-knopka bu ichkaridagi освещение. Tuxumlar 88 talik lotokka taxlangan. Tuxumga datchik temperatura o'rnatilgan. Отдельно tuxum temperaturasini o'lchab turish uchun. Xullas, motor 12 voltlik VAZ-2110 motori, более мощный, asinxron aylanadi. Chapga o'ngga 45 gradusga aylanib o'zi to'xtaydi. Har aylanganida o'zi to'xtaydi. Tekshirib ko'ramiz. Tak. Avtomat holatni o'chirib, ruchniy holatga o'tkazamiz. -45 gradusda to'xtaydi. Avtomat holatiga o'tkazamiz. Bu yoqda inkubator 12 voltdan ham ishlaydi. 220 va 12 voltdan avtomatik o'tadi. Bu yoqda akkumulyatorga выходi bor. Ikkita inkubatorga ikkita akkumulyator qo'yilgan. Bitta ikkalasi ham 60 amperlik. Bular avtomatik zaryad qilib turadi. Hozir mana zaryadi to'la. Bunisini ham zaryadi to'la. Bu qurilma akkumulyatorlarga avtomatik zaryad berib to'ldirib turadi. To'lgandan keyin zaryadini o'chiradi. Bu yoqda ikkita zaryad настройкасы turibdi. Zaryad настройкасы постоянно akkumulyatorlarga zaryad berib turadi, zaryadni to'ldirib. Zaryadi to'lgandan keyin svet o'chishini kutib turadi. Zaryad to'lgan holda svet yongandan keyin akkumulyator zaryadi kamaysa, yana zaryad qilib o'chirib turadi. Shunaqa avtomatik qilingan inkubatorlar. Xudo xolasa bularga Lomon Brown tuxumlari qo'yilgan. Ikkalasiga ham Lomon Brown 88 tadan qo'yilgan. Xudo xolasa rivojlanishi yaxshi.